Chiqinglar kelin paşalar bir g'aybat qilaylik. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelin Miyasardan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Taranch kelin, Paranch kelin deb qiziq paranglarni qilib bergini keldim qizlar. Denzangwanjani qilib turib, bugungi vlogni ko'raylikmi? Aldirmay kino ko'rgandek ko'ramiz deyman. Amma mushu do'yinda hozir nurg'un ma'lumlar paydo bo'lib qoptimish. Meyfan degan o'rin qo'tillarning tamaqi birdamda etivitsizlar qizlar debdiga g'ilballi ko'rib, o'rin qo'tillarning tamog'ini etay deb qo'pab qopdi. Men og'zimga vas-vus qiras qurus qilib nechin o'rvatkim kelib ketdi. Bizning uydagidek manda shudi bir daduyning odami bor oilaga bu meyfan degan bo'lmaydi kechinim ballam. Bugun bir o'rinlig'im tutib beshimning bir yiqi so'rab og'irib hech mijozim yo'q qopsam bu bosh mening emas. To'xta, uyquchilikda takidim maymaq yetib qoldim-ku yo yarim kechida karvatdan chiqib qoldim-ku deb bir o'ylasam hech bir unda qilgan yerim yo'q, lekin boshchatda shunda og'rivatdi-da. Shunga nima aytama deb uyoq qo'rib meyfa aytay deb qopdim bu og'zimda jinim ballar. Ay bir lag'man emas 10 lag'manni pishatdi ma qo'rg'on siyimda. Cho'nglar deydi, voy balam biz meyfa yemaydik, bo'pti assangiz eting go'sh bilan chansay qo'rib biring bizga dedi ham. Monoshki balam qo'pab ketdi. Voy oppa bizga gango qilib, gango meyfan qilib. Ey qonda kelinlar, ba'zi bir kelinlar bor ekan, tomoq etadigan chaqli o'g'irib oladigan kelinlar bor ekanda. Men mush tomoq etirgan vaqtida soqiy qolmay qaranglar. Özem tektimende bezde. Miyeser, onçı quluq shumluq falan qilib qo'ysang bo'lmamdi amdi. Mush tomoq vaqtida bir og'ir qolsang bo'lmamdi amdi. Choq vaqtida og'ir g'icha deb onçı özem deb ketmak. Rostimiz og'ir qolgan vaqtlarim qaysi vaqtda desanglarmish kech vaqtlarda og'ir qolma. Attiga vaqtlarda og'ir qolma, attiga soqiy qolma rasmi shu damilish vaqtida og'ir qolmanda. Shundal o'rnimni qo'yib oshtamoq qilib qiynapamni ishini qilgan vaqtida soqiy ketmay qaranglar. Nima degan namunalik kelini men ish qilib tova deb o'zim qo'shib ketib faxrlanib ketaman-da, hamda ish qilmoqdan ketaman, o'zim chaqchaq qilib qo'ydim jinim ballar. Bu uyda qiyin odamning ishi mening ishim deydigan bir ishlar bormi? Bu uy mening uyim, yo'ldishimning hammamizning uyida, bu hamda aytgan vaqt hammamizning ishi. Bu ishni qiynonamga tashlab qo'ysam men nima ish qilmay o'ylab qo'yinglar. Qiynapam itpagan tomoqni yeb o'tasa, bu bir kelin bo'g'ichining qilgan ish emas-ku. Shundan emasmi do'stlar? Shunlashqa qiynonamning ishi mening ishim deydigan ish qat'iy yo'q bizning uyda. Kimning oldiga to'g'ri kelsa qilayvermizda biz ishlarimizni. Shunga ba'zi do'stlarimiz bu qiynonamning ishini qilgan vaqtida og'irib olma, uni qilib olma, ishim chiqib qoladi, bu yer ketma deb quluq shumliq qilganlik uchun shu turmush shunda niyatni qilgan kundan boshlab shu ta'tirsa qarab mangadi do'stlar. Har qanday vaqtda bir mas'uliyatchan bir ona, mas'uliyatchan bir kelin, mas'uliyatchan bir farzand bo'la olsak do'stlar, har qanday bir odamning ko'nglini uftalaymiz ekan. Uyimga borsam ota-onamning ko'nglini uftiman. Ma uy kelsam qiynatamning ko'nglini uftiman do'stlar. O'zimni maqtig'inim emas, amdiliqi sening ishing, mening ishim demaganligim uchun hammasi yaxshi ko'ryapti meni deb o'ylayapman-ku do'stlarimdi. Shu sizlarning bir yaxshi ko'rishinglarga erishsam deb tirishib, mushta vloglarni ishlab ketib borman. Shung do'stlar, meni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz, menmi sizni yaxshi ko'rmay deb yozib qo'yinglar do'stlar. Menmi ham sizlarni yaxshi ko'rman. Rahmat qo'llayotgan barliq do'stlarimizga, vlogimni ko'rayotgan barliq do'stlarimizga. Shuning bilan bu boshning yerim og'rib, yana o'xshashlar bu tomoq vaqtida bu beshim saqayib qoldi rost degandek matamaq etilgan vaqtda. Shundan birsi dedi gango qo'rpa dedi, birsi dedi tuxum qo'rpa dedi, yana birsi dedi go'sht bilan chansay qo'ying dedi, ma'qul deb shuninglar bularning hammasini materialini tayyor qilsam, voy jinim qiynonam jopakash qiynonam yana chiqibdi. Keling balam men qo'rpiray deydi. Voy o'rin xotinlarning tamqida o'tadi, yo'q o'zimni qo'rvatdim buni desam, voy balam jopatatib ketib qolmang, men bu yordamni shay sizga deb chiqibdi. Shuning bilan qiynapam say qo'rdi, men yugurjitim ishlarni qildim, oshta qilib yurib bu tomoqni birdamdan ochirib pishiribdik. Lekin jarayoni bek taskanchi qizlar. Nima ish desanglar, 3 yangni say qo'rish uchun qazon qumush degan dug'linib ketdi juma chinna qacha uni ustiga men vlog tortayotgan bo'lgandan keyin bir qo'limda telefon. Men odatda moyoqdan maynachini chiqsa moyoqdan yuvib bo'lgan odamda, lekin men qo'limda telefon tortmasam bo'lmaydi. Ochini bir yoqda qarab turdi, menga meni juyamayasizlar deb. Shunga o'ylab qoldim-ku, bu meyfan degan o'rin xotinning tomoq emasga, ishchan xotinning tomoqga bu shoshtumasa qazon qumushni biroqli milaplab o'tadigan, chinqachilarni do'lib o'tadigan tomoq ekan bu. Boshda qilib men ko'tildab yurib bu saylarim qo'rib ketib bormiz do'stlar. Qiynapam say qo'rvatdi, men say ishkital parang qilib berayjimi do'stlar. Birdan opam saylarni qo'rib bo'pti mana. Sizlar zerikib turib qo'ymay do'stlar. Shuningla opam mana gangolarni qo'rib saylarni qo'rib bo'pti. Men nimish qilayotgan bo'g'oytim jinim ballar aldirashligimda mushu nimo salatni qilib bo'lmay qoldim-da. Oxir shuna dadam akilga men yordamlashib beray deb bu dadamni mish qilayotgan gap, qizimni mish qilayotgan gap. Bular degandan salat qilamiz deb maxsus meyuchi bilan oqlab chiqib ketdi o'tirliqda. Bizchi qizlarmanda tabiiy o'ynaymiz. Unda jo'ng beylik qilib allay-balay bir moncha narsani qilib tayyor qilamiz-aqmi? Manda so'lay olamiz bor. Qo'ngini teshib vaqtli qilgan bo'lsanglar do'stlar, birdamdan salat-palatlar tayyor bo'ladi do'stlar. Qaytiqlarni mundalam qilib aralashtirib qo'yib yeversak shunda bir xil payz bo'ladi. Ko'ngilgim tegmaydi. Shunlar o'tirib salatni qo'yib o'zimcha yalnız chiqarib manda
tamoqlarni tizib ketdim. Chapa tatgandan keyin chiroyli qarab o'tirib yeylicho tamoqlarimizni desam, dadamlar shunda qo'shib ketibdi. Ballalarim degan shunda qo'shib ketdi. Mush ta'tilda ballarning ko'nglini olma deb xeyli namunalik olib qoldigan o'xshaymaydi-mi do'stlar? Ta'tildan keyin aqchon qattiq qoldirib ketib oshxonani meni topolmaydi aqchon. Balalarni deb shu yashaymizkan-go do'stlar. Mana ballalarim shunda qo'shib ketdi. Bugun vlogim oxirlashish oldi turibdi do'stlar. Minglar rahmat. Eng chapa tatqin qiynapam bo'pti jumaras bugun. Vahshiy chapa tatdi.